Oldingmi? Yo, hozir uxladilar. Olib chiqaman. Bu yoqqa. Oldingmi? Davay. Ha. Olib chiqishga olib chiqdik. Ammo haydash bilmayman uni. Men bilaman. Ba. Ketdik. Gulnurg'on qizimi? Ha, o'sha. Yur, qayda, yur. Gapim bor. Nomeringizni bering. Mana. Nima qildi? Loya qildi. Bolla. Yıkıtı durar elde gülüm suludu. Oyi canım azopsuz. Bu olifta kim edi? Ish qilib mashinaga qishma qildim. Tinchlikmi bolalar? Sendan so'rash kerak. Urganingda nima bo'lardi? Yo'q, bolalar, men bu yerga mehmon kelganman. Birinchi kundan urish niyatim yo'q. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Uzr? Odamni ham sharmanda qilding, suyun. Endi kim edi bu otasini o'g'li? Bilmayman. Kimdir Toshkentlik qarindosh bo'lsa kerak-da. Moshinga hech nima qilmadimi? Allo. Ha, aka. Ko'chada edim. Nima? Vazelin so'rayapti. Vasilin? Allo. Ha, hozir olib boraman aka. Botir. Vazelin olib keldingmi? Ha? 3li tuflimni olib chiq. Nimaga aka? To'yim bor. Muncha ko'p savol berding, bor. Ha, to'yingizmi? Hozir. Mashinani haydamadingmi? Yo'q, aka. Haydash bilmayman. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshiyam teskari qo'yganim bilmadilar. Alo. Ha, Nozik qaydasa? Do'kon ketyapti-tim, uyda shakar qolmagan ekan. Ha, unda ko'rishaylik. Yo'q, ko'rib qolishadi. Ya, ko'rishamiz. Hozir boraman. Hozir. Ha, yaxshi qiz. Bu yerda yaqin atrofda magazin bormi? Magazin shu mahallani boshida. Qochib tur. Tush gaplashib olamiz. Qishloqqa keldim, o'g'lagan qizimga gapira olaman deb o'ylayapsan. Magazin so'rab bo'lmaydimi? Rostdan magazin so'radimi? Ha. Afa bo'lmaysan, noto'g'ri tushunibman.
Adangga yetmaysan ish qilib. Yosh bola ko'rolmaylar. Ayinggacha. Ayyo yetmayman. Buvinggacha. Qisa suyun. Qayerdan paydo bo'lib qolding o'zi sen? Ha, ketotdim o'zi. Bir payt urushayotgan ekansizlar. Sen kalta yozsam debman. Bo'lmaysan, mehmon bizdan o'tdi. Ha, mayli. Mehmon demaylar, ismimni aytib chaqiravringlar. Isming nima? Ismim Shohruh. Meniki Botir. Meniki Suyundiq. Nima? Suyundiq, suyun, qattiq ne, suyun. Ha. Suyun. Bo'ldi, yaxshi. Qishloqlar yaxshi ekan, go'zal ekan. Alo. Ana nima bo'ldi? O'ziga keldimi? Tushunmadim senga nima? Voy shunchaki so'radim, nima jahl qo'yasiz? Вообще ishing bo'lmasin u bilan, tushundingmi? Voy xo'p. bilan boramiz, kesilgan joyga ketamiz pechega. Ye, toy bolaga yotdi-yu. Ha, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qaydan kelding? Toshkentdan? Poytaxtdanmi? Qurumsan? Tushunmadim. Qurumsan deyapman. Ha, bolalar. Ha, Shuhrat, tinchlik? Nimaga? Ha, nima qilsizlar endi? Tanishamiz. Seni tanishing bilaman, Shuhrat. Ha, qo'yaver, yaxshi bola ekan, suhbatini oldik. Ayog'i? Ha, yaxshi bola. Gap yo'q. Tanishganimdan xursandman. Bo'pti, Shuhrat, gaplashamiz. Hamni yo'qotmanmi? Ha, ozormiz, 8. Nozi, Demak keldingiz? mendan xafamsan? Yo'q, xafa bo'lmadim. Anam to'g'ri tushundi, Nozi. Senga qaragan 100 ta bolaga qarshi chiqa olaman. Lekin sen qaragan bitta bolaga qarshi chiqa olmayman-da. Qayerdan oldingiz bu gapni? Instagramdagi Reels'dan. Sevasan meni? Yo'q. Shunchadan beri gaplashamiz, bir marta ayta qol. Boring, hozir oyim kelib qoladilar. Qo'rqmayman o'sha onangdan ham, tushundingmi? Shu qimmatga tushdimmi deyman-da. Nimaga? 38 mingga oldim shuni. Ay, 40 ming bersang ipini ham qo'shib berardi. Zvachka qo'ydim-da. Sizlar. Ha, namuncha? Yaxshi. Jo'ra yordaming kerak-da menga. Bo'ldi, davay, kimni urish kerak? Urushma. Faqat uraverasanmi? Ha. Ertaga Nozimani tug'ilgan kuni shunga nimadir qilish kerak. Bo'ldi, shikalat berib yubor. Ya, o'tgan yil ham shikalat berdi. Unda oldingi yil ham shikalat berdi. Bir yangilik qilish kerak-da. Bo'ldi, unda yangi shikalat ber. Romantikni tabriklash kerak. Qanday bo'ladi? Bitta ideya keldi. Xo'p, Nech puling bor? bor yiqqanim 18 ming. Qaydan olding uncha pul? O'g'irladingmi? Yo'q, yig'dim. Ha, bo'pti. Senga 200 ming berib turaman. Oma, kredit harom, oma. Voy, shundoligicha berib turaman 200 ming. Puling bo'lganda berasan. Halol nasib ekan. Ha, berar ekan. Xo'p, nima qilamiz? Plan qilamiz. Ketik bilan qilamiz. Zo'r qilaylik, bir tabriklar. To'xta. Kepegünüm geçir benim kıyalımda. Geçir sensiz ömür sürmez yüreğimde. Assalomu alaykum. Nima berasizlar? Qo'shiq bormi? Qo'shiq bo'lsa zo'r bo'lardi. Qo'shiq ota-ona haqidami? Yo'q, sevgi haqida. G'appar, sevgi haqida, ha. G'alatiroq ekan-a? Et qo'shiq. Do'lanimi? Voy, sevgi haqida. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim berkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Kel seni baxtli qilarman o'zim. Azizam ko'zing kulsin, nurlarga to'lsin hamisha sevgilim. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim. Seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Voy, rosa kech bo'lib ketdi, oyim urishadilar. Shoshma. Nima? Balki bugun aytarsa, Nimani? sevishingni-da. Aytmayman. Hammasi uchun rahmat. Tug'ilgan kuning bilan. Zo'r bo'ldi-ya o'zi. Ha, bomba bo'ldi. Qishloqda hali hech kim bunaqasi qilmadi. Ha. Rahmat senga. Ha, mayli. Senga ham rahmat. Yana 4 ta skript yetishmadi-da. Ha, endi qo'ya qolgan. Ularni qo'ysang to'y bo'lib ketardi-yu, вообще. Yurlaring. Uyi bo'shatib qo'y deganmidim. Bir kun muhlat tanlagan. Uyi bo'shatsang bo'shat. Hech qayerga ketmayman. Voy voy. Bu
tilini bermaydi, bu tilini bermaydi. Hey, bir kun muhlat sallaga. Bo'shat sen, bo'shat. Bo'lmasa, hammani seni olib chiqib ko'chaga uloqtiraman. Bildilaringmi? Sola solku, ha? Qaramasdan o'tib ketamiz, yurlaring. Bu meni rahmatli o'g'limning uyi. Oshiq yigit. Bo'pti. Charchama. Bo'pti. Bo'pti. Sen Nozimaga bitta telefon qilib qo'y. Uyda nimadir problema bo'lgan. O'zim ham shuni o'ylayotgandim. Bo'pti. Telefon qilib qo'y. Charchama. Alo. Alo, Tinchlikmi? Uyin oldida janjal bo'lyapti. buvim bizani uydan haydab chiqaryaptilar. Nimaga? Nima haydab chiqaradi? Xullas, dadam o'lganlaridan keyin buvim uyga urush qilib tortmoqchilar. Lekin dadam o'lishlaridan oldin vasiyat qilib, uy oilamga qolsin deganlar. Buni buvim bekityaptilar. Dadangni vasiyati aniq bormi? Ha, bor. Chunki dadam o'lishlarini oldindan bilganlar. Buvimni xarakterlarini bilib, shu vasiyatni yozganlar. Tushunarli. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zingni uni qiynamagin. Yaxshi bo'larmikan? Buvim bizani tinch qo'ymaydilar. Ertaga chiqmasalaring, narsalaringni ko'chaga otaman dedilar. Menga shu hammasi zo'r bo'ladi. Hozir siqilmasdan o'zingni bosib uxlagin. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Bo'pti, sanam. Shu yetmayotgandi. Bir gap bo'lar. Ha, oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, suyun. Ha, bu yangilik emas-ku. Nozimaga yordamim kerak. Ana. Eng yaqin do'stingiz kelyapti. O'sha yordam beradi. Nima gap? Tinchmisan? Ha? Nima bunaqa o'tiribsizlar? Menga bitta qog'oz kerak. Hojatgami? Ozgina jiddiyroq bo'lgan. Qarochi Nozimani buvisi uydan haydayotganmish, bu o'g'limniki deb. Lekin otasini vasiyati bor ekan. O'lsam shu uy oilamga, xotinimga, qizimga degan. Qarochi buvisi shu anoni bekitib yuribdi vasiyatni. Xo'p, qayerda ekan u vasiyat? Buvisinikida. Yo, seryoz, qayerda ekan? Ha, seryozni aytaman, buvisinikida ekan vasiyat. Ha, shunaqa deyapsanmi? Bu vasiyat уже yo'q bo'lib ketgandir. Bilaman, lekin oxirgi yo'limiz shu-da. Shu vasiyatni topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Amallasa bo'ladi. Ha? Xolajon keling, yordam bering, men xolam o'zim. Kim u? Buvisi? Turchi? Xatga qo'ydik, xola bilan. Chakka qo'y. Mana. Voy rahmat bolam. Ah, xola bu yoqlarni o'tlari o'sib ketibdi-yu. Nimasini aytasan bolam? Jamshidjonga necha marta yetdim. O'zini u yoqqa soldi, bu yoqqa soldi, mana yotibdi hali ham. Ah, xohlasangiz o't yuradiganlar bor xola. Kim? Biz? Mana biz turibmiz. Bizda. Badan tarbiya bo'lardi bizga. Ha, Bolam, sizlarni ovora etib qo'yaman. nima Ey, savol? bugun bekor edigan Ha, bo'lsa, bugun bekormiz. Voy qandoq bo'lar ekan. Voy bolalarim. Bo'lmasa men sizlarga kerakli narsalarni olib chiqib beray. Ha, bo'ldi. Nima kerak bo'lsa. Ey Botir. Sen endi mendan qarssan. vasiyatni olsam, xohlagan narsani olib beraman. Ey, kirishga kirdik. Endi nima qilamiz? Vaziyatni kutamiz endi. Hay bolalarim. Sizlar ishlab turinglar, men shunda do'konga chiqib pomidor olib keling. Pomidor qolmay qolibdi, aylanay bolam. Bemalol xola boravering, o'zimiz qilib tashlaymiz hozir hammasini. Darrov kelaman hozir. Oho, ertalabdan cho'milib chiqqanmisan deyman. Hamma ishlaring o'xshayapti. Qaralaring. Shoh san shu yerda bo'lib tur. Sen darvozaga qarab tursin-yu. Men uyni ko'rib chiqaman. Xo'p. Ket. Botir!
voy o'lsin pulim qolib ketibdi bolalarim. Sal qoldi-ya. Bola, o'tlan yarmini yurib qo'ydik. Qolgan yarmini endi vaqtimiz bo'lgan kun qilamiz. Voy aylanib ketdik bolam. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Baraka topinglar, rahmat. Ovqatim tayyor, yeb ketinglar. Bo'ldi, qol. Yo'q, xola, bizdan ozgina ishimiz bor edi. Voy bolam. Voy O'sha aylanib. ishni ovqatlangandan keyin Rahmat bolam. Kelamiz yana. Rahmatdan joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. qanaqa qilib ololmaslik mumkin, ha? Qanaqa qilib ololmaslik mumkin? Bo'ldi deydi. Shuncha tushuntirdik suyun. Botiram nima qilsin? Men ham xolani ko'rib qo'rqib ketdim. Sanchisan? Sen xolaga qarashing kerak emasmidi? Bo'ldi. Ertaga ish qolganini qilamiz. Xola yana chiqib ketadi. Sen vasiyat olasan, ketamiz. Bo'ldi. Bo'lmaydi. Nimaga? Nozimaga buvisi aytganmish, ertaga chiqib ketmasalarni hamma narsani o'zim ko'cha olib chiqotaman deganmish. Ulgurmay qolishimiz mumkin. Bunaqa riskovat qilban bo'lmaydi. Bugun xola baxtimizga chiqib ketdilar. Ertaga chiqib ketmasa nima bo'ladi? Kasha bo'ladi. To'g'ri. Nima qilamiz bolalar? Menda bitta ideya bor. Nima? Soat nechi? 12. Yurlaringda. Nimaga? Yurlaring. Yoqmayapti-da. Yurchi, nimadir boshlaydi yana. Qaralaring. Men bilan sen ichkariga kiramiz. Xolaga qarab turasan. Suyun sen shu yerda qarab tur. Bolalar problema bor. Nima? Oyoq kiyimim chixil bo'pti. Hozir qilmam. Maska ham taqib ol. Qisqim. Rekord qilmay tur. Qarab tur bitta. Dokument yo'q. Turib qoladi. Nima qilayman? Ketdi. Vasiyat oldinglar? Yo'q. O'sha kuni o'shda edi shu vasiyat. Qat'iy qoldi. Bir nima qilamiz? Qila olmaymiz-da, shoh. Boshqa yo'li yo'q. Oxirgi shu vasiyat edi. Bolalar, menda bitta yaxshi, bitta yomon xabar bor. Prikol bo'lsa hozir shart emas. Yaxshi shuki, vasiyat menda. Yomoni bo'lsa, uni tualetdan topdim. Mujik. Qo'limdan o'p. Nima o'paman? Bu o'psin-ki. O'pmasga. Bu qog'ozni yarmi qani? Tualetda faqat shu qog'oz qolibdi-da. Yozilganlarga tegmadim lekin, bundoq pastdan oldim. Birinchi marta prikoling yoqdi. Mujik. Men Noziga telefon qilib suyunchisini olay, ha? Hozir. Tualetdan chiqdingmi? Allo, Qalaysan? bo'ladi. Senga bitta yaxshi xabarim bor. Nima? Vasiyat menda. Rostdan aytyapsizmi? Aldamayapsizmi? Ha, hozir qo'limda o'qib turibman mana. Qachon deysizmi? Endi yog'ini qo'yaver. Muhimi vasiyat menda. Endi chiqatga ketmaysizlar. Chiqatga qo'yib yubormayman seni. Balki bugun aytarsan, yaxshi ko'rasan meni. Ha. Botir! To'xtagin. Kechiringmi? Eshitdingmi? Nimani? Nozima Toshkentga ketayotgan ekan. Nima? Yur uyga. Yugur buloqqa. از برگ گل کاغذ ساز
نامه شیری بی‌پردازم. Xiyol. Eng sevishini aytgandi deya. Alo, Endi hammasini hal qilgandim ha. baribir foydasi yo'q. Ertalab buvim militsiyalar bilan kelib shallaqlik qilib hamma narsamiz bilan ko'chaga haydadilar. Hozir biz Toshkentdagi tog'amkiga keldik. Baribir buvim yutib chiqdilar. Vasiyat nima bo'ladi? Endi uni keragi ham yo'q. Chunki buvim hammasini hal qilib bo'ldilar. Ha mayli. O'zingni ehtiyot qil. Oshiq yigit. Ketdik. Qatga? Toshkentga. Nima bor Toshkentda? Vasiyat tezroq sudga yetkazaylik. Adam kutib qoldilar. Hal qilsa bo'larmikan? Nima bo'lmaydi, o'tir ketdik. Thank you.